Salam dostlar, men sizlarga axir birinchi bu videoda men sizlarga qancha burchakni bosganda lampa kuyib realistishni qilganda o'rgatam. Hozir men shu ishni qilib qo'ydim uydan. Hozir kichkina nimalarni kattadan. Hozir men qilib o'tdim уже. Endi уже qilishni boshlayman. Hozir motor uchoq bo'ladi. Hozir bo'lsa уже tutamman. Так. Так, потолок qilib mas qilib qo'yim. Не проблема, bilaman. Birov yerda yashasa dam bo'lsa kerak, biroq men bilmayman. Bunday qilamiz, shu lampa bo'ladi. Biz kerakli narsalarni olamiz. Mana yoqda kerakli narsalar. Рычаг. Красный камень. Даун. Повторитель. Ну еще лампа. Ну лампа. Пауза bo'lib ketdi. Qilib endi. Так. Hozirgi rычаг. Ой. Что-то. Endi на повторитель hozir работает секрет men работает работает ana men shuni aytgan edim sizlarga повторительni bordig'inglar lampaga qo'ysa bo'ydi bordig'iga qilsa rulda qo'shib mumkin hozir работает biroq mana ko'la Она будет, поэтому она кому. Так, о, все. Меньше ты чашаем. Все. Если вы уже көргөздүм, силерге жакса лайк басып, каналга жазылып кеткиле. Силер да ушундайды кааласаңар, мен оңой эле, бирок мен. Всем пока.